Shahan Tohir Maxtrans avtofilialimiz o'zingizga ma'lum Toshkent shahrimizning markazida joylashgan bo'lib, korxonamizda kunli yo'nalishga chiqaradigan texnikalarimiz soni 30 ta yo'nalish bo'yicha texnika chiqaramiz. Undan tashqari tungi navbatchi rejim ishlash bo'yicha tashkillashtirganmiz. Kechqurungi turli yo'nalishimizga 5 ta 6 ta texnika chiqaramiz. Demak, kun davomida chiqarayotgan texnikalarimiz 51 ta mahalliy fuqarolar yig'inini o'z ichiga qamrab oladi. Shu jumladan 63 ta chiqindi yig'ish maydonchamiz bor. Chiqindi yig'ish maydonchalarimizni ko'taramiz, mahalla kesimida ishlaymiz. Undan tashqari markaziy ko'chalarimizni kuniga 3 mahal yo'nalishga qo'yib, 3 mahal tozalik ishlarini sanitar holatini yaxshilash bo'yicha olib boriladi. Shahan Tohir Maxtrans avtofilialimizda mana 2024-yil muqobil kompaniyadan o'tkazgan mahallalarimiz bor. Bu mahallalarimiz asosan mana shu Beltepa, Ibn Sino mavzesida joylashgan mahallalarni olganmiz. Mavjud bo'lgan 15 ta chiqindi yig'ish maydonchasini qayta ta'mirlab, 4 tasini yangidan qurib zamonaviy chiqindi yig'ish maydonchalari qurildi. Bularning hammasini yangi texnikalar qo'yildi bu yo'nalishdagi. Yangi konteynerlar bilan jihozlab, hozirgacha kunduzda shu mahallalarda ham qamrovga olib xizmat ko'rsatib kelyapmiz. 2025-yilga kelgan oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan eng muhimi mana shu hozirgi qamrab olgan qarayotgan yo'nalishimizni kamida 50%ni tunda ishlashi yo'lga qo'yildi. Mana hozir namunaviy loyiha qilib kelyapmiz. Bu juda ham o'zining samarasini beryapti tungi rejimda ishlash. Endi hozir 50% o'sha texnikalarimizni hammasini yo'nalishga chiqaramiz. Demak, 25-yilga shuni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Uni ustiga mana kuni kecha yangi qarorimiz chiqdi. Aprel oyining 1-chislasidan boshlab korxona va tashkilotlarni ham tungi rejimda xizmat ko'rsatish yo'lga qo'ydik. Texnikalarni chiqarib, qamrab olish boshlandi.